Elroyinlar saviyasi asosiga bilet borasida bemalol murojaat qilaverasizlar. Chegara borasida ham kirdi chiqdiga. Mana bugungi ham chegaraga akalarimiz bor. Chelyabinskga ketyapti. Hozir Chelyabinskga jo'nayapmiz. Bir kunda o'tyapti. Tyumendan Mana yoqda lift bor. Liftga boringizlar, qolgan odamlarni o'tib olsin. To'g'ri liftga oldin borib turibmiz. Kechki va Sankt-Peterburgdan Chelyabinsk, Sankt-Peterburgdan Tyumenga kirdi chiqdi akalarimiz bor. Hozir akalar, yana bir marta aytaman, Chelyabinskga osonlashdi Tojikiston fuqarolariga. Assalomu Eldarbek, assalomu alaykum. Mana bolalar tojikistonliklar kirib chiqdi. Xudo xolasa Granstadan o'tdik aeroportga. Qilaveringizlar. Bu endi nimaga-da kontent. Akalar biz shu yerda har doim kirdi-chiqdi masalalari bo'yicha savollaringiz bo'lsa, Tojikiston fuqarolari, O'zbekiston fuqarolari bemalol murojaat qilaveringizlar. Biz sizlarga podrobno hammasini tushuntiramiz. Assalomu alaykum saviyasi asosidan bugun 25-aprel kechki va Sankt-Peterburgdan Chelyabinsk, Sankt-Peterburgdan Tyumenga kirdi chiqdi akalarimiz bor. Akalarimiz mana o'tyapti. Hammasi yaxshi. U yoqdan pastdan kutib olib, biz dokumentlarni kutib olib, bu yoqqa o'tkazib, mana bu yerda turibdi hozir akalarimiz. Kepkangizni ko'tarib qo'yinglar. Shu hammasi yaxshi. Bitta o'tkazib olyapmiz. Akalar, hozir bu Pobedada o'tkazamiz. Shu reysda odamlarimiz bor 9 kishi. Keyin Smart Avia'da bor, Aeroflotda bor. Avval saviyasi asosidan bugun 26-aprel ertalabki vaqt Sankt-Peterburgdan Termizga reyslarimiz bor. Akalarimizda birinchi edi. Akalarimiz o'tyapti. Bu yerda ham bor. Ichkaridan o'tkazib keldik. Endi qarang. To'g'ri yuramiz. Mana yoqda lift bor. Liftga boringizlar, qolgan odamlarni o'tib olsin. To'g'ri liftga oldin borib turingizlar. Mana hammasini o'tkazyapmiz. Hammasi qoidaviy, yaxshi. Bu akalarning biz dokument yordam bering deganda o'shanga yordam berdi. Biletlarni ham chotga arzon qilib yozib bergandi. Bu akalarimiz Sankt-Peterburgdan Termizga o'tdi. Elroyinlar saviyasi asosiga bilet borasida bemalol murojaat qilaverasizlar. Chegara borasida ham kirdi chiqdiga. Mana bugungi ham chegaraga akalarimiz bor. Chelyabinskga ketyapti. Hozir Chelyabinskga jo'nayapmiz. Bir kunda o'tyapti. Tyumenda sal qiyin bo'lyapti-da. Assalomu alaykum Allah saviyasi Sankt-Peterburgdan Termizga 26-mart ertalabki vaqt mana akalarimiz o'tkazyapmiz. Mana birinchi etajdan o'tkazib keldik. Akunlar o'tib ketgan ekan. Biz dokument akalar. Elroyinlar saviyasi asosiga murojaat qilaveringizlar. Hamma yo'nalishlariga biletlarimiz bor. Onlayn, offlayn biletlar xarid qilaveringizlar. Biz har kuni shu yerda, hozir keyin yana obedga Dushanbega restoranimiz bor, Uralskka Velina ulardan o'tkazamiz. Kechga Granstaga kirdi chiqdiga. Adreslarimiz Ulisa Debinga dom 27, korpus 1da joylashgan akalar. Akalar, yana bir marta aytamiz, zapretlarni ham tekshiramiz 700 rubldan ochiq yo'qligini. Keyin kimdadir agar bankdan qarzi yoki bironta shtraf bo'lsa, buni ham tekshiramiz. Tamoshni kontrolda polni nimasini chiqib ketadi, chiqib ketolmaysiz. Eldarbek, assalomu alaykum. Mana bolalar tojikistonliklar kirib chiqdi. Xudo xolasa Granstadan o'tdik aeroportga. 30gacha kirdi chiqdi qilaman deganlar hozircha biz bitta qarorni bilmaymiz. Akalar ko'p so'rayapti bizdan. Aka 30gacha borib kelish shartmi? Biletlar sal ko'tarilibdi kirdi chiqdi borasi bo'yicha. Biz bunga atvet bera olmaymiz. Buni akalar iltimos shu UFMS ishlaydigan dokumentchi akalardan so'rangizlar. Bu borasi bo'yicha biz bilmagan narsamizga atvet qila olmaymiz. Elroyinlar saviyasi asosiga men murojaat qilaveringizlar. Biletlarni onlayn, offlayn xarid qilaveringizlar. Biz aeroport Pulkoda shu yerda xizmatda o'tkazib qo'yamiz akalar. Adreslarimiz Ulisa Debinga dom 27, korpus 1da joylashgan. Nomerlarimiz ishlaydi.